Begzod to'xtamas. Ahvolar. Zo'rmisiz? Simichka. Aka, Yana simichka olib kelasiz. miya bilan shug'ullanuvchi simichka. Qadrdonlar, akamiz davlat xodimi. Sizlarni, bizani tinch uxlashimizga, tinch yashashimizga sababchi insonlardan biri. Akamizning farzandlari oqqon kasalligiga duchor bo'libdi. Og'ir kasallik. $100,000 pul so'raganda Hindistonga. O'zlarining kollektivlari, xodimlar 150 million pul yig'ib berdi. Boriga shukr. Aka, shular bor, biza bor. Bir aytsangiz, xalqqa bir chiroyli bir tushuntirib bersangiz, baribir aka bizdan kattasiz aka. Shu insonni O'z farzandingizmi aka? Necha yoshga? 4 yosh. Men bu videoga bir gap aytaman-da. Hamma erkak kishi hamma narsa tayyor bo'ladi, lekin farzandi bilan o'ynash bo'lmaydi-da. shunday. Farzandingiz ham so'rashga chiqdi. Oqqon bo'lib qolmang. Eng yomon bunday nima deydi? Eng yomon qo'pol gapi isqit kasalligi-da. Hozir qayerga? Toshkentga davolanishga. Hindistonga olib ketaman dedi. Doktorlar biror desa vaqtga o'ta olsiz. Operatsiya qilish. U oqqon kasalligi bachcha minib oladi-da, shunisi yomon-da. Odamning hamma tomiriga o'tib ketgandan keyin qon aylanishini hamma joyini to'xtatib qo'yadi. Shunday. Bitta narsa nima hayolimga yordam keldi. qilish kerak hozir? Begzod ayting, Aka. ochiqchasini ayting. Qo'ldan kelgancha poddesh qilsa aka, kerakli insonlar shu videomiz borsa, bir xalqimiz bir like bosib tarqatsa shu videoni aka, baribir siz bilan men endi to'g'risini aytay, men masalan endi sizni bilmam, qodir emasman-da $100,000 berishga. Men qo'limdan kelgan aka shu bugunlik savdomiz pulini aka atadim. Xalqimizga pastga kartalarni qo'yamiz, qo'ldan kelgancha yordam qilsanglar, savob yo'liga. Bu yigitning o'zining kartasimi? Ha, akaning kartasini qo'yamiz. Mayli, men ham qarang. Mana bugun bozor kuni, har juma kuni o'zi ehson qiladigan kunim. Mashinalar ustiga pul qo'ymayman. Begzod kechgacha nechta mashina olaman, sotaman bilmadim, lekin mana shu kechdagi hisob-kitobdagi mashinalarning pulini beraman. Endi valam xudo, avval ko'proq mashina olib sotay. Mayli, shu jiyanchi uchun men shu bugunlik qiladigan hamma mehnatimni nechta mashina olib 500 ming, 1 milliondan qo'yib sotadigan bo'lsam, aka kechga sizni qo'lingizga topshiraman men. Bo'ladimi? Qo'limdan kelgan. Akbar aka mana Shu jiyan yaxshi ketdi. Mana aka. Nima pul beryapsan menga? Mana aka. Otangga rahmat, balam. Tarbiya bergan otangga rahmat. Mana. Qadrdonlar, bitta narsani so'rayman, hech kimni farzand bilan sinamasin-da. Men shu bugun aka kecha uyga kirib bordim. Qizchani boshi kalda, soch to'kilib ketdi ekan. Men aytdim, "Nima sovg'a beraysan-ga?" Sovg'a olib keldim dedim. Endi shunday gapirdi aka, yurakdagi gap bu, o'ylab topilmagan. Aka menga zakolga bering dedi. Nima deysiz? Zakolga bering boshimga, sochimga toqaman dedi. U jim bo'ldi.